Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Mana ukaxonimiz bo'yinda jalibasi bilan ilgaridan belda grizasi bilan deb jaliblarga jalibalaringizni qaytaring, ayting boshqatda. Jalib shu eskidan belda bor girija. Xo'p. Keyin mana shu bir oyda bu yog'ida bo'yinlar burilishi juda qiyin bo'lib og'riyapti. Yelkamda og'riq. Og'irlik borda. Sayi og'riydi. Pavorotlarda bo'yin tortayotganga o'xshaydi. Tortadi. Beldagichi engishib turib boshqa. Beldagi ham. Xo'p, qarasha, qani men bir chekkadan ko'rishni boshlayman. Hozir nimalarni ko'raolasiz bo'yningizni. Bismillahirrohmanirrohim. Nimaga tushadigan bo'ldi. Xo'p, mana o'zim aytganday mana bu chapga o'tib ketgan mana. Qarang mana. To'g'ri tekkizab kelsaman mana. Hatta mana 2.5 bilan avvalgi 3.5 palisi bilan o'rtaga kelyapti. Chekkaga. Amadan mana o 6-7 fazonlar 10larga kelib ketgan. Sizda motomonda og'riq, motomonda og'riq hammasi bor. Oraliqlari voshim kichkina ketgan mana. Xuddi qo'lga borga o'xshab qolgan mana. Ko'tarilib ketgan. Tak, qarasha. Endi menga qarab turing. Oyog'ingizni o'rniga qarab ko'taring. Tak, ko'targaningizda belingizda og'riq bormi yo'qmi? Belda yo'q. Yo'q. Xuddi mana shunday ko'targaningizda bunday engishib ko'ring. Tak. Bo'lar ekanmi og'riq? Bor. Bor. Endi bunisini ko'taring. Og'riq bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Demak, chap tarafga ko'proq beryapti. Siz chap tarafga ko'p berganligini alomati o nimani chap tarafga ketishsiz, o'ng oyoqni sekin mana qilib yurganingizni anaqasi asorati bo'ladi bu endi. Tak, endi qo'lingizni bemalol gramga yetkiza olasizmi yo'qmi? Tak, tizlarni bukmagan holatda, barakal, temir qatib ketdi mana, ko'rdingmi? Yetyapti hisob, ha? Хорошо. Endi yana bitta testimiz bor. Qarang, mana shuni o'tiring. Bu oyog'ingizni telefon qo'ymadingizmi? Bu oyog'ingizni yonidan olasiz. Oling. Yonidan oling. Men telefonimni bo'lmadimi? Ayniq yozaringchi. Qo'l yozilmayapti, jicha qolyapti. Ya axir o'shanami qo'l? Pastga tushirib turing. Pastga tushirib turib. Ha? Sanchiq turib. Nega? Hech bir yerga kerak. Hech yerga. Men nima tekshirib ko'raman? Hop. Xo'p. O'tib ketdimi? Хорошо. Endi qarang. Hozir sizda baribir birinchi o'rindagi pitaniya, ya'ni oziqlanishga mana. Mana yelkangiz, chap yelkangiz pastda turibdi, o'ng yelkangiz balandda. Naprejeniyani qarang mana. Mana pazonlar chapga ketganligi uchun mayqa beryapti naprejeniyasini. Mana o ikkita pazonlarniki bekka beryapti mana. Lekin mana ko'proq. Chap tarafga pazonlar qiyinmi, yaxshimi? Masjidda og'riq bormi? Joy, masjidingiz ajoyib oshchi ko'tarib ketgan, orasiga yopishib qo'ygan. Хорошо, ularni ochib tashlaymiz, og'riqlar, pavrotlar hammasi qolmaydi. Xo'p, qani, belni ko'rsak. Tak, belni ichkariga olingchi. Yaxshi mana. Chekkizlarga ketganda. Hech narsa emas. Qani, boshingiz tomonda qolsin. Yotinchi bir bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz mana. Barakalla. Hop. Mana qarang mana, chuqur, kamda chuqur mana. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. 5 bilan nima orasida gireceğiz. Bor ekan, bilmayapman. Aslida yo'qotishga harakat qilish kerak. Ashuni sababini yo'qotish. Mana maydalar, o'sha maydalarni kesdi. O ko'hrak umurtqalarga o'stirib, umuman maydalar yopishib ketgan. Mashinlarga da girija bor ko'rsatilmayapti, lekin girija borish kerak emas, bu yerda kam bo'ladi. Xo'p, yo'lar, yaxshi. Endi o'zim bir chekkada mana qilib qo'lda tomogramma qilaman. Maydalarda ham bor ekan. Girija emas, prosalagi bo'rtib qo'ygan joylar. Protruziya deyiladi uni. Ya'ni nimaga yaqinroq, girijaga yaqinroq. Şeylerden ham bor ekan. Nimadan bo'ladi tog'a? Bu siz endi yurishni boshlagandan boshlab kompressiv nima bo'lishni boshlaydi. Yuk tushiradi. Tak, mayda og'riq bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, bu yerdachi? Yo'q. Ha? Tak, maydachi? Bor. Bu yerdachi? Bu yerda kamroq, bu yerda ko'proq. Tak. Ayni juflaymiz bir-biriga. Mana. Tek qichqirib qo'yganingizni qichqiring. Meni qo'lim tekka yo'q mana.
chap oyog'i kalta kelyapti. Tak, tangalarni ko'ramiz. Chap oyog'ida bu nimalar kalta bo'lib ketgan. Mana unaqa katta emas. Og'rig'i ham kam berdi, og'riq bo'lishi mumkin mana. Tak, menikislar joyida. Ana ishib ketgan menikisi. Tak, напряжение chap tarafda ko'p, и bu yerda ham ko'p. Axilli svязкаlarni ko'rib qo'yamiz. Tak, bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Mana chap tarafda yana hattoki masir ustidan ham bilinyapti. Хорошо. Hech emas. Endi akaginam. Mana shu oyog'ingizni hozir 1,5 santimetr kalta kelyapti. Hozir mana ikkovini mana dumg'azani suyalarga qo'limni qo'yaman mana. Va mana 10 qo'limniki mana qattiq ikkovini teng bosyapman, lekin chap taraf balata turibdi. Qo'ymang, yangi nimalarni sekin o'rgatib, indagi udarni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qattiq bo'lib ketsa aytadi, bo'ptimi? Tak, barakallah. Bir chiroyli ketyapti mana. Hop, yana oyog'ingizni bitta shunday bir-biriga yopishtirib qo'yingchi. Tak, bo'sh qo'ying. Xo'p, mana yaqinlashyapti. Hozir nimani yo'llarini ochamiz. Bu yerdagi og'riqlarni, bu yerdagi og'riqlarni o'zingizdan so'rayman, qanchalik yo'qolyapti. Xo'pmi? Xo'p. Yana biroz pasaytiramiz buni. Tak. Yaxshi. Mana endi marta og'riq bo'luvda, shu og'riqni biz sekin-sekin mana o'zi sekin o'ziga kelishni boshladi mana, chuqurlashyapti mana. Xo'p, grija bor joylarga umuman tegmayman aytib qo'ying. Yana tak, nimagadir tovonga anaqa zirillab to'kib ketganga o'xshagan sezdingizmi? Yo sezilmadimi? Sezildimi? Ayting. Nima qo'ydingiz? Tak. Mana o'rtaga keldik. Endi men marta bosaman mana. Hali esam og'riyaptimi? Ko'rdingizmi? O'zim tashlayapman mana. Og'rib qoldimi? Qoldi. Ko'rdingizmi? Mayda qisilib turgan nervlar ochildi. Endi yana sekin davom etkizib qo'yaman. Xo'p, keyin u yoqqa bu yoqqa tashlagaman. Ayarlarda mana yopishib ketganda mana. Nafas olishga ham qiyin qiladi bu yer. Bular hammasi yo'qolib ketadi. Bemalol o'pkangizni to'ldirib nafaslar olasiz. Sizga og'irlik bilmaydi mana. Tak, barakallah. Barakallah. Keyin mana shu sizni bezovta qilayotgan narsa nima edi? Mana muolajadan keyin, ya'ni seansdan keyin qanaqa o'zgarish bo'ldi? Tak. Ashlarda aytasiz mana. Bu yerda jicha o'chirib ketib qo'ygan bazonlar bor ekan. Og'rib bilyaptimi? O, mana shuni men jicha shu nimaga olib qo'yaman, o'ngdan chapga mana. Voy. Siz jicha uda bilan o'z mayog'ini ochog'imdan keyin bilinaveradi. Tak, mana shu jicha bor ekan. Hop, chiroyli ketyapti. Barakallah. Barakallah. Endi tak, maylarda hozir. O'sha bir xil bo'lib qoldi mayda. Bu ham bir xil bo'lib qoldi. Tak, mayda og'riq qolmadi. Напряжение снят qilindi. Endi mana mashina ustidan bo'lsa ham ko'ramiz mana. Bo'sh qo'ying, voy bir xil bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Bu nima? Molta eson tikiladi, mana nimalar. Ya qo'ydikmi? Bari bitta matoda teridan qilingan. Mashina ustidan ham bilinyapti nimalarga. Bir xil bo'lib qolganligi. Xo'p, endi biz bu yerga keldik. Bu yerda tepaga chiqargandan keyin nima qilamiz? Endi qo'lingiz oldiga olasiz, normalniy holatga. Oldinga. Rahmat qo'ying. Endi-chi bunday. Tak, nariga nimalar qanchalik ko'rganini sinash uchun tak oyog'ingizni ko'tarasiz, men pastga bosaman. Sizlarni bukmaysiz. Bittasini qarang mashina. Tazni yarmi ham qo'shilib ko'tarasiz. Ko'taring. Bormi? Bo'laveradi bittasi dedim. Mahkam ushlang ko'tarib. Ko'taring. Ko'taraman. Ha, mahkam ushlang. O, bu yerda og'ribami yo'qmi? Ko'rish qanaqa qattiq bo'lyapti? Yo'q. Yo'q. Qo'ying. Endi bo'lishini. Yaxshi qattiq ko'taring. Kuchi yaxshi. Bu yerda bormi og'rib? Yo'q. Yo'q, malades. Har biri sizga ko'p xizmat qiladi mana. Men buni nervlar yo'lini yana bir qator razvorazlashib qo'yaman. Endi bu yer bo'ldi endi bizga. Boshqa bizni qiynaydigan joy qolmadi. Bir xil bo'lib qoldi, xudo xolasa. Tak, tangalar shu jichalik qo'yiladigan narsasi borga o'xshayaptimi? Urilgandan keyin ikkovi yana bir xil bo'lib turibdi. Хорошо. Endi mayga o'tirasiz yoningizga.
ayağınızı pastga tushiring. Qani turingchi. Ayağını yoqqa tushiring. Voy! Ana barakalloh. Endi mana haqiqiy finishga kelyapmiz. Mana yelkani ko'tarishimiz kerak. Xo'p, mana oralarini sekin ochib chiqaman. Qo'lingizni bir-biriga qo'shtirib turing, bir-biriga. Voy! Mana oralarni ochib olishim kerak. Undan keyin chapdan o'ngga, o'ngdan chapga qilamiz mana. Oho, mezarimiz o'shunday. Anaqa bo'lib ketdi. Yopishib ketdi. O'shini yopishib ketdi. Mana ochilmaydigan darajada yopishib ketdi. Sal telefon qilgan zamonda kelishish kerak. Mana bu yerda chapga oladigan joyimiz bor. Qattiq bor edi, hisobga oling. Bu yerda o'ngga oladigan bor. Tak. Bu yerda motorga ko'ra pastroq ekan, uni tekkizib qo'yamiz. Tak. Xo'p, bu yerda ikkita naprejina qolibdi mana. Tak, endi o'ngga chapga pоворот qiling endi. Mashergacha tortib olyapti-da, mashergacha. Bunday qilganimda bu beldi, bu kuray bor-ku. Ashergacha mana shunday qilganimda. Hozir nima bo'ldi nimadan keyin, zarbadan keyin? Zarbadan haqida yaxshi, lekin bor-a? Bu tort mashergacha mana bu nafas oladigan o'pkan anaqasigacha boryapti-da. Hozir turing, yana men bir qator ko'rib chiqaychi. Yo'q, o'rtada turibdi, faqat mana shu yerda jichcha ko'radigan bor ekan. Tak. Tekkizlandi. Tak. Endi mana shu yerdan boshqa toshib chiqaman endi. Siz yana bir marta kelishingizga to'g'ri keladi, sizga nima deydi? Eskib ketibdi sizga. Yana bir marta 15-20 kundan keyin xabar olasiz. Xudo xolasa mana. Mana yerda ochilmay. Voy! Barakalla. Ana shu tiz rosa qiynayapti meni mana. Bu fazladan tortibdi, ko'p ochilmaydi. Tak. Bo'shating. Qani? Yana pоворот qilingchi. Qanaqa bo'ldi o'zgarish? Bor. Shamollab yo'tadi bilasa bo'lmaydimi? Yo'q, shamollagan bo'lishim kerak, lekin mana shu mashaqqatchi sanchi mol qo'yilma o'g'ri. Hozir yo'q-a? Hozir. Mana xiy bo'lib entikaman-da. Endi anaqa narsalar bo'lmaydi. Chunki men ba'zan o'yda normal yana tamiski uruvinga olib kelib qo'ydim mana. Hozir bizda faqatgina mana shu do'nqarib turgan bor. Mana shu do'nqarib turganni hozir ichga pasaytirib qo'yaman mana. Mana qo'yib turaman. Mana dod beryapti. Tak. O'rtada turibdi. Yo'q, o'rtada turibdi. Bo'sh qo'ying. Mana shu tomonda напряжение bor, ozgina mana. Mana shu tomonda ozgina напряжение bor. Men faqat barmog'im ustidan uraman-da. Ya'ni bir xil yog'och bilan uradi, bolg'a bilan uradi degan anaqalar ko'pda. Xo'p, ana endi yoqqa bu yoqqa yana kallarni qimirlatingchi. Yengillik bor-a? Darrov bittadan bo'lib qolmaydi bular, eski narsa. Qani, men o'rningizdan turingchi. Men jag'iga to'g'ri yapishtirdim-da, tikkirinchi keldi bu. Shu o'tchiringni olib boraveringchi. Yengillik bormi yo'qmi? Nima jalba bor edi, nima qoldi, nima yo'q qoldi. Qani, o'zlatingchi. O'zgarishni ayting menga. Qolganiga zaryadkalar bilan yetkazamiz. Yog'laymiz ozgina, bo'shatish uchun. Uni pazonni bo'shatish kerak-da. Xo'p, qani nima o'zgarish bo'lganini aytingchi? Yengillik yo boshqa og'riqni kamaygani, ko'paygani to'g'risida bir axborot beringchi. Nima o'zgardi? Og'riqlar endi. Lekin mana zarbani og'rig'i 2 kun yoriydi. Urganingizni og'rig'i bor. Ha, u bo'ladi. Tak, o'tkazilgan seansdan bir qoniqarli bir holat sezdingizmi? Nima bo'lyapti? Qizil u hech narsa emas. Ha, u hech narsa emas u. Xo'p. Mana shu nimaniki?
Tuzlardagi emas. Ya u hammada bo'ladi, uni sekin yo'qotiladi. Siz men indaq qo'ying, men uni o'chirishga anaqa qilyapman-da. Yo'q, Javob yaxshi, qo'ying. yaxshi. Ana bu. Nima yaxshi? Ayting, mana bunaqa bordi, yo'qoldi yoki ko'paydi. Bu o'yinlarda mana nima deb toliqish bor edi. Tak. Ular mana yo'qoldi. Hop. Kalta rezervi bor. Ha, Modullarda bor edi. ular yo'qoldi. Yo'qoldi mana. Hop. Qarashi. Bo'shab